o'ylamay qo'yadi. Hattoki bugungi kunda qornini o'ylaganchalik oxiratini o'ylamay qo'yadi. Ko'rib turganimizdek, bugungi kunda aksar insonlar mazali ovqat uchun safarga chiqishyapti. Ammo bir oyat, ilm majlisi uchun hech kimning vaqti yo'q. Chunki bugun qorinning g'ami oxirat g'amidan ustun bir holatdamiz. Bugungi baxt tushunchasi esa to'q qorin bilan o'lchanadigan bir holatga kelib qolganmiz. Holbuki bizning ota-bobolarimiz safarga chiqsa bir hadis uchun, ilm majlisi uchun safarga chiqishgan. Ming afsuslar bo'lsinki, bugun biz bir ovqat uchun, bir choy uchun, nafsimiz uchun safarga chiqadigan bir holatga kelib qoldik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hasan bo'lgan hadisda aytiladiki, kishining to'ldiradigan idishlarining eng yomoni bu qornidir deydi. Alloh azza va jalla bugun bizni g'amlarimizni unutib qo'ymaydigan, nima uchun kelganligimizni esdan chiqarib qo'ymaydiganlardan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.